Endi azizlar, e'tibor qilinglar. Hamma narsa yaraldi. Qalamni yaratdi, qalam taqdirni yozdi. Undan keyin yer va osmon va undagi jamiki narsalar 6 kunda yaraldi. Mana shu borliqni tasavvur qiling. Hozirgi mana shu holatidagi borliqni tasavvur qiling. Faqat insonsiz tasavvur qiling. Mana shu borliq hammasi bor, mavjud. Quyosh bor, oy bor, yulduzlar, galaktikalar, planetalar, yer, suv, tog'lar, toshlar, hayvonot olami hammasi bor, mavjud. Illo inson. Mana shuni tasavvur qiling. Endi insonni navbati keldi. Alloh taolo navbati kelgan paytda nima qildi? Insonni yaratmadi. Insonni qanday tarzda, qanday mansabda, qanday izzat, sharafda yaratishini avval butun borliqqa e'lon qildi. Baqara surasida Alloh subhanahu va taolo bildirdiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Men yer yuzida xalifamni o'rnataman dedi. Men yer yuzida xalifa o'rnatuvchiman dedi. Farishtalar taajjubga tushdi, savollar berishdi. Qon to'kadigan, zulm qiladigan, nima qilasan unda dedi. Men biladiganni sizlar bilmaysizlar dedi. Bu qissa sizlar uchun hammangizga ma'lum, mashhur. Yana qaytaraman azizlar. Bulardan barchasidan avval, eng avval Alloh taolo insoniyatni o'ziga ibodat qiluvchi qilib yaratishni iroda qildi. Bu nuqtani eslanglar. Bu nuqta muhim nuqta. Ana endi shuncha ishlar qilib bo'lgandan keyin ham hali yaratgani yo'q. Balki bunday insonni qanday sharaf bilan, qanday izzat, qanday obro', e'tibor, martaba, daraja bilan, maqom bilan yaratishligini e'lon qilyapti. Xalifa yarataman deyapti. Xalifa degani bu o'rin bosar degani, vakil degani. Ya'ni yer yuzida yashaydi u inson, lekin yer yuzida mani nomimdan ish sodir etadi. Mani nomimdan u yerda hukmronlik qiladi. Mani nomimdan u yerda umr guzaronlik qiladi. Mani nomimdan u yerda hayot kechiradi. Mani nomimdan u yer yuzida yashaydi degan ma'noni anglatadi. Ana keyin Odam alayhisalomni yaratdi. Tafsirlarda aytilishicha, Alloh taolo Odam alayhisalomni yaratgandan keyin uni loydan suv qorishib balchiq qilib loydan yaratganligi sababli, xuddiki bizni o'zimizni hayolimizda, tasavvurimizda, idrokimizda tushunadigan bo'lishi uchun bir xum, ko'za, sopol, idish yaralgandan keyin, uni yasalgandan keyin quritishga qo'yib qo'yiladi. Xuddi shunday uni quritdi. Ba'zi tafsirlarda kelishiga ko'ra 120 yil davomida u shunday yotdi. Ana keyin Alloh taolo farishtalarga xitob qildi. Fa-iza, qachonki nafaxtu fihi min ruhi, unga o'z ruhimdan
jon puflasam. Faqa'u lahu sajidin. Unga sajda qilgan holingizda yiqiling dedi. Ya'ni yaralmasdan, hali jon kirmasdan avval sopol holida yaratib qo'ydi, hali jon kirgani yo'q unga. Yana e'lon qilyapti farishtalarga. Qachon unga jon puflasam, ruhimdan unga jon puflasam, unga jon kirsa, harakatga kelsa, o'ylab o'tirmasdan, ikkilanmasdan, taraddud qilmasdan darhol unga sajdaga yiqilinglar dedi. İlla iblis astakbar va kana minal kafirin. Alloh taoloning bu farmoni oliysiga faqatgina iblis la'in bosh tortdi, qarshi chiqdi va kofirlardan bo'ldi. Qissa sizlarga ma'lum. Men boshqa taraflarni sizlarga ochib beraman. Ana endi azizlar, maqsadga yaqinlashyapmiz. Alloh o'ziga ibodat qilish uchun niyat qilgan, iroda qilgan insonni yaratdi. Keyin ma'lum sabablar muhayyo bo'ldiki, bu inson o'zini juft haloli bilan, Havo onamiz bilan yerga tushdi va yer yuzida ko'payishni, tarqalishni boshlashdi. Endi azizlar, bir xulosa qilaylik. Shuncha aytilingan gap so'zlar. Haliyam mana shu chatda kimlardir yozgan bo'lsa agar, yozganinglar bo'yicha A nuqtalarda o'sha fikringlarda turibsizlarmi? Men sizlarga aytaman, bizni A nuqtamiz qayerdan boshlanganligini. Har birimizniki azizlar. Alloh taolo hali hech qaysi bir maxluqni, hattoki qalamni ham yaratmasdan oldin bandalarini, inson va jinlar toifasini yaratishni iroda qilgan nuqta esinglarda qoldimi? Shu nuqta muhim nuqta dedim. O'sha nuqtaga qayting. Ana shu bizni A nuqtamiz bo'ladi. Tushundinglarmi? A nuqtamiz mana shu yerda. Alloh niyat qilgan joyda. Sizni yaratilishingizni Alloh taolo o'shanda niyat qilgan. Aynan sizni, kim bo'lishingizni, bu dunyoga qachon kelishingizni, bu dunyoda sizni ota-onangiz kim bo'lishini, kim inson, qanday inson bo'lib yaralishingizni, yashashingizni, umrguzaronlik qilishingizni, qanday kasb qilishingizni, erkakmisiz, ayolmisiz, necha yil yashashingizni, bu hayotda qanday rizqlarni olishingizni va qanday manzil martabalarga ega bo'lib, oxir oqibat B nuqtaga qayerga yetib borishingizni o'shanda bilgan. Hali biz B nuqta haqida gaplashgan joyimiz yo'q. Hozir faqat biz A nuqtani tayin qilyapmiz xolos. Aynan mana shu nuqta bizni A nuqtamiz bo'ladi. Biz o'shanda yo'l boshladik. Lekin hali o'zimiz yaralmagan edik. Allohning niyatida, Robbimiz azza va jallaning irodasida paydo bo'lgandik.